Hech qachon kartoshkani bakal bilan archmang. Undan ko'ra Besium B70 obzorini ko'ring. Fav Group kompaniyasiga tegishli bo'lgan Besium B70 1.5 turbina dvigatel, 169 ta o't kuchi hamda 7 pog'onali Aisin korobka bilan jihozlangan avtomashinamiz shahar ichida 100 km masofani bosib o'tish uchun atigi 6 yo'ndan 2 litr benzin sarflaydi. Dvigatel Toyota, ходовой qismi Volkswagen bilan jihozlangan B70 modelimiz xavfsizlik tomonlama ham ideal hisoblanadi. Chunki avtomashinamizda o'zini o'zi tormozlash hamda polosa udержания funksiyalari ham mavjud. Og'irligi 1 tonna 890 kg, kuzov otsenkovkasi 68% bo'lgan Besium B70 modelining uzunligi deyarli 5 metr. Adaptivniy cruise control, multifunksional rul hamda katta panorama tomga ega bo'lgan ushbu avtomashinamizni siz qulay shartlar asosida 255 million so'mga Besium Buxoro avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot hamda to'lov grafiklari siz uchun qiziq bo'lsa, kommentariyada Besium olaman deb yozib qoldiring yoki ushbu raqamlarga aloqaga chiqing. Shoshiling, shartnomalarimiz soni cheklangan. Kartoshkani esa ayolingizga bering, pichoqda archsin.